O'zbekistonda 12 ta viloyatiga Xudo xolasa umraga bormoqchi bo'lganlarga yangiligimiz bor. Narxlar tushishini anchadan beri siz kutyapsizmi? Xudo xolasa bu video aynan siz uchun videoni o'tkazib yubormay, Xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Narxlar arzonlashishini kutayotgan obunachilarimiz uchun narxlarimiz tushishgan. Videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel Abdug'offor akaning oldiga yetib kelganmiz. Anchadan beri Xudo xolasa shu joyda video chiqaryapmiz. To'liq ma'lumotni akadan olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz O'zbekistonda 12 ta viloyatdan kuzatayotganlar bor. Narxi tushsa, ertaga indinga reyslar bo'lsa ketaman deganlar bor. Xudo xolasa narxlarimiz arzonladimi aka? Arzonladi. Xo'p, mana Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz. Aha. $950 qilib beramiz. $950. Ertaga ketamiz, salan ertaga reysimiz bor. Aha. Mana reyslarimiz kunlarini aytib o'tamiz. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz $950 dan 18-iyul kuni bor, 19-iyul kuni, 20-iyul, 21, 20. Sog' bo'ling. Boshdan aytayman shuni. 18-iyul kuni bor, 19-iyul kuni bor, 20-iyul kuni, 21-iyul, 22, 23, 24, 25 Toshkentdan deyarli har kun reyslarimiz bor. Har kun reyslar bor. $950 dan qilib beramiz reyslarimizni. Narxlar arzonlar. Aloqaga chiqinglar. Qilib beramiz xudo xolasa. Primoy reys. Aha. Undan oldingi videolarda $995 qo'yadi. $45 ga arzonlabdi. Arzonladi. Lekin sharoit hech narsa o'zgargani yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q. Hammasi o'z holida turibdi, faqatgina narxlar arzonladi xolos. Zo'r. Endi vodiydan ketmoqchi bo'lganlargacha aka. Xo'p, vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarni qo'yilgan. Bulardagi har 2 kunda reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, bularni ham qilib beramiz. Xo'p, hozirgi kungi reyslarimiz kunlari Farg'ona Jidda bo'yicha primoy reyslarimiz iyul-avgust oyiga reyslar qo'yilgan. Iyul oyining kunlari 19-iyul kuni bor, 21-iyul kuni bor, 23-iyul kuni bor va 25-iyul kunlari bor. Reyslarimiz. Qolgan kunlarga ham reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Telefon qilsa, avgust oylariga yoki oyda oxirigacha demoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Joylarni bron qilishlaring mumkin. Keyingi oylarga ham joylarni bron qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. Oldindan bron qilib qo'ysa, xudo xolasa, narxi o'zgarmagan holatda bo'ladi. Narxi o'zgarmagan holatda bo'ladi. Bularga plyus tarafi shu ekanda, keyingi oyga bormoqchi, avgust 10-siga, 15-siga. Qaysi narxga kelishgan bo'lsa, o'shanda qoladi, xudo xolasa. O'shanda qoladi, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Mana narxlar eshitilar ham, xudo xolasa, narxlar tushgan, o'zlaring ham agar sezgan bo'lsalaring kerak. Endi sharoitlarimizni tushuntirib bersangiz endi aka. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gostinitsamiz uzoqligi 200-300 metr. 200-300 Makka Mukarramada gostinitsamiz uzoqligi 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Zo'r. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 3 mahal o'zbek milliy. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r, bonus tariqasida Qizil dengiz qo'shib berilar ekan. Ham sayohat, ham ibodat bo'ladi. Ham ibodat bo'ladi, xudo xolasa. Endi 50 bosh xizmati aeroportdan billa borib, billa keladi, xudo xolasa. Undan tashqari ofis tomonidan, firma tomonidan. So'mka, kamzil, bejik, vizalarni chiqarib beramiz iloji boricha. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi. Har bitta odamga 5 litrdan 5 litr zamzam suv hisobida 5 litrdan beriladi. Zo'r. Sharoitlar xudo xolasa aytib o'tildi. Endi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lganlargacha aka skidkalarimiz bormi? Bor. Bor, xudo xolasa. 4 kishidan oshiq boradiganlarga mana shu aytgan narximizdan ham chegirma qilib beramiz. Skidkalar bor. Jindekin. Zo'r. Xo'p, endi to'lovlar masalasini so'raydiganlar bor. To'lovlarga xohlasalaring ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatida bor. Hop, qaysi joylarda? Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun. Shu nomerlarni Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Onlayn joylar. Telefon qilsalaring o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Ertaga indinga ketmoqchi bo'lganlar ham onlayn joylarni bron qilsa bo'ladi. Keyingi oyga ketmoqchi bo'lganlar ham onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'ladi. Pastda Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari turibdi, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa, Hikmat Travel yana qaytarib aytib qo'yapman, litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya xudo xolasa chiroyli qilib umra safarini ado etib kelishlariga xudo xolasa yordam berishadi. Qanaqadir videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lsanglar, xudo xolasa yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.